Endi sizlarga Ichki ishlar akademiyasi haqida batafsilroq ma'lumot bermoqchiman. Ushbu akademiya joylashgan joyi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan. Ushbu akademiyada o'qish muddati 3 yil va sizga bitirganingizdan so'ng 100% ish bilan ta'minot, birinchisi, ikkinchisi leytenant zvaniya beriladi. Akademiyani imtihoniga keladigan bo'lsak, ushbu imtihonlari boshqa oliygohlardan farq qiladi. Ya'ni sizni 3 kunga akademiyaning ichiga kazarmadan olib ketishadi. Ushbu 3 kunda sizga suhbatgacha bo'lgan dastlabki imtihon bo'ladi. Ushbu imtihon bayon, chet tili va jismoniy tarbiyadan bo'ladi. Har biridan 30 balldan beriladi. Siz keyingi bosqichga o'tishingiz uchun 45 ball to'plashingiz kerak. Keyingi bosqichda bo'lsa, sizda tarbiya, huquq, O'zbekiston tarix fanlaridan suhbat darsi imtihonlar olinadi. Ichki ishlar akademiyasiga o'g'il bolalar uchun bo'y nisbati 1.65, qizlar uchun 1.60 qilib belgilangan. Agar sizga ushbu akademiya haqida batafsil ma'lumotlar, kirish ballari, imtihon fallariga tayyorgarlik yoki akademiya haqida batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va biz sizga qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tamiz.